Axir bu nima bo'ldi? Uni o'ng qo'li va o'ng ko'zini rangi shubhasiz. Bu uchiqchi Suyani ko'zi. U men kurashgan eng kuchli raqibidir. Men bu rangni hech qachon unutmayman. Shisui? U Uchiha klanidan ko'zgen jutsuchi Uchiha Itachiga teng bo'lgan shinobi emas. Shisuyani genjutsusi unga odamlarni ongiga kirib borishga va ularning irodasini bo'ysundirishga imkon beradi. Raqiblari esa hech narsani tushunmay qolardi. Bu ko'zlarni men hech narsa bilan adashtirmayman. Bu eng yuqori darajadagi genjutsu.